Radnoy opa-singillar o'sin bo'lib turib uy talashganini hech eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsanglar mana mendan eshitinglar. Faqat bizni uyni boshqachasiga talashamiz. Meniki deb emas, saniki deb. Bugun ham oy bilanki mehmonga borishimiz kerak, lekin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Ikkalamiz keta olmaymiz. O'shaning uchun san uying bo'lsan qolishing kerak deb rosa talashdik. O'zi aslida bugun vobshe ishim ko'p edi. 50 ta zakazga kompot yopishim kerak edi. Kompotim ham ko'zimga ko'rinmasdan opa bo'lganligim uchun men yutib chiqdim. Ukamni to'yini arafasida har kuni uyga boravergandan negativga ko'payib ketib, agar to'ydan keyin ham shunaqa ko'p keladigan bo'lsangiz, kelingiz oxiri eshikni ochmay qo'yadilar deganinglardan miyamga quyilib qolib, mana bir oy deganda ketib oldim. Sizlar ham katta opalar shunaqa uydan chiqmasinglardan oldin o'sha spiska tashlashni boshlashadi. Pampers esimdan chiqdi, qarshi olib oldim. Kompotni pullarini olib, uni joylab ham bo'ldim. Qaynisinam yaqinda tug'adilar degan edim. O'shaning uchun Elora Baby'dan ko'p qilib optimiga pampersni zakaz qilib qo'ygan edim. O'shani 5dan sekin jiyanimga olib qoldim. Elora Baby takliklari Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Taklikning ichki qismi paxta va ustki qismi bambuk matosidan tashkil topganligi uchun opacham o'zlari menga tavsiya qilgan. Baby takliklari bolajonlar uchun allergiya bermas ekan, ham namlikka ham o'tkazib yubormas ekan. Onajonlar, sizlar ham ishlatib ko'rganmisizlar? Nima tavsiya berasizlar? Sarpaga qo'ysam manual turib qo'ymaydimi? Elora Baby takliklarini bemalol Uzun marketdan ko'p qilib arzonga zakaz qilsanglar bo'ladi.